Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi konkurs navbati Telegram kanalida. Bilasizlar, o'rtoqlar, biz har kuni через день konkurs o'tkazyapmiz. Bir kun Telegram kanalida, bir kun YouTube kanalida. Kecha YouTube kanalida bo'ldi, bugun Telegram kanalida bo'ladi o'rtoqlar. Telegram kanaliga уже konkurs tashalgan, bemalol o'tib qatnashishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Xo'p jigarlar, sizlar bilan bugungi videomizda mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, saytda qanday qilib pul ushlashni men sizlarga to'liq qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Xo'p, saytda pul ushlashimizdan oldin saytda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi registratsiya bo'limiga bosasizlar. Mana bu yerga elektron pochta, parol va mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men hozir ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Xo'p jigarlar, men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin? Sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Mana bu yerda o'rtoqlar 5 ta bo'limi mavjud. Birinchi bo'lim doma bo'limi, bu saytning главный oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda задача, komanda, VIP va mini bo'limlari mavjud. Xo'p, bu yerdan VIP bo'limidan boshlaymiz. Ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana bu VIPlarni sotib olib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Agarda o'rtoqlar biz mana bu VIP 1 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $2 pul ushlar ekanmiz. Agarda VIP 2 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $6 pul ushlar ekanmiz. Agarda VIP 3 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $20 pul ushlar ekanmiz. Agarda VIP 4 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $47 dan pul ishlab borar ekanmiz o'rtoqlar. Qolganlarini o'zing ko'rib tanishib chiqasizlar o'rtoqlar. Bizda hozir VIP 2 ochiq va biz har kuni $6 dan pul ishlaymiz. Har kuni ejderni zadaniya, ya'ni bittadan zadaniya beradi. O'sha zadaniya narxi $6 ga teng bo'ladi. U zadaniyani qayerdan bajaramiz o'rtoqlar? Bu yerda mana zadachi bo'limi bor, ustiga bosasizlar. Mana o'rtoqlar bizga hozirda zadaniya berilgan. Bu yerdan завершить degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Loading bizda hozirda zadaniya bajarilmoqda. Завершен успешно bo'ldi. Bizga yana 20 soatdan keyin yangi zadaniya beradi. Bu yerdan завершен bo'limi orqali bajargan zadaniyalarni ko'rib turasizlar. Saytga o'rtoqlar o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Pastroqqa tushib bemalol foizlari bilan tanishib olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Keyingi bo'lim bu yerda Maya bo'limiga bosib qoldirasizlar. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Kelinglar, birinchi pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarishimiz uchun bu yerdan Advis bo'limiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar Web20 ga yoda TRS20 ga bemalol pullarimizni chiqarib olsanglar bo'ladi. Menga hozir o'rtoqlar Web20 qulay. Web20 ni ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerga o'rtoqlar $6 kiritamiz. Mana bu yerga Web20 adresimizni kiritamiz. Xo'p, parol degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytimizda kiritgan parolimizni bergan kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasdiqlashimiz kerak. Men hozir o'zimning parolimni kiritib olaman. Men o'zimning parolimni kiritib bo'ldim. Sayt o'rtaga hech qanaqa komissiya olmasligini aytmoqda. Bu yerdan подтвердить degan tugmani ustiga shunday bosamiz. Ozroq kutamiz. Mana bu средства успешно, ya'ni bizning pullarimiz chiqib ketdi. Sayt o'rtaga uzog'i 5 minut, 6 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Ungacha o'rtoqlar saytga qanday qilib pul kiritishni ko'rib turamiz. Pul kiritish uchun bu yerdan perazaratka degan bo'limni ustiga bosib qoldirasizlar. Bizda o'rtoqlar Web20, TRX, TRS20, BNB va Web20 USDT yo'nalishlari mavjud. Birinchisini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p o'rtoqlar, saytga xohlagan hamma yo'llardan bemalol pul to'ldirsa bo'ladi. Binance, Bitget, Payeer farqli o'rtoqlar. Xo'p, pul tashlab bo'lgandan so'ng o'rtoqlar, shundoq saytga qaytasizlardagi mana bu yerdagi Papalini shot завершен degan tugmani ustiga bosib qo'ysanglar, uzoq o'rtoqlar pullaringni 3 minut ichida saytdagi akkauntlaringga tushirib beradi. Keyin o'rtoqlar sizlar bemalol VIPlarni ochishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, bir marta yangilaymiz. Biz o'rtoqlar hozirda Bitget hamyonimizga pul chiqargandik. Mana o'rtoqlar $6 chiqargandik. Endi sizlarga o'rtoqlar men o'zimda Special Money Telegram kanalini tanishtirib o'tsam, tezda bu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Уже 336 ta obunachi yig'ib qo'ydik. Hozirda o'rtoqlar bu kanalimizga hozirda chiqayotgan yangi botlar, yangi programmalar, yangi saytlar hammasini o'rtoqlar mana shu Special Money Telegram kanalimiz va Smart Money Telegram kanalimizga yuklab bormoqdaman. Bemalol o'tib shu kanallardan ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Tez o'tib kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanallar silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi.
Xo'p jigarlarim, bugungi video mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.